Assalomu alaykum, hurmatli topik 1 ni testini tahlilini tomosha qilayotgan hurmatli o'quvchilar. Demak, bugun sizlar bilan Telegram kanalda tashlab berilgan mock savolini demak birgalikda tahlil qilishga harakat qilamiz. Demak, oldin topik 1 ga tayyorlanib ko'rmaganlar uchun ikki og'iz demak ma'lumot berib o'taman. Demak, topik 1 ilki hamda titkidan tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni ilki o'qish, titki bu eshitish, ya'ni eshitishga qaratilgan testlar va o'qishga qaratilgan testlardan iborat. Va lekin imtihonda birinchi titki bo'ladi, ya'ni eshitish savollarini birinchi bajarishingiz kerak. Ilki esa titki tugagandan keyin davomidan bo'lib ketadi. Eshitish savollari jami 30 ta, o'qish savollari esa jami bo'lib 40 ta hisoblanadi. Va o'qish savollari eshitish savollari tugagandan keyin boshlangani uchun 31 raqam sifatida, demak, birinchi savoli 31 dan boshlanib ketayotgan ekan va 70 gacha davom etadi. Bu degani topik 1 da jami 70 ta savol bor degani. 31 dan 70 gacha jami 40 ta o'qishga qaratilgan savollar borligini hisobga oladigan bo'lsak, bu savollarni yechish uchun bizga 60 minut vaqt beriladi. Xo'p, aniq konkret yechishimiz uchun biz nimalarga e'tibor qilishimiz kerak deydigan bo'lsak agar siz o'qishga qaratilgan savollarni aniqroq ishlamoqchi bo'lsangiz, birinchi variantdan boshlab o'qiganingiz yaxshiroq. Chunki siz agar birinchi variantdan o'qisangiz, variantni ko'rib oldingiz va aytaylik savolimiz sal uzunroq va o'sha katta matnda javob birinchi gap yoki ikkinchi gapda chiqib qolgan bo'lsa, bu endi sizning yutug'ingiz. Nimaga? Bizga matnning qolgan qismi kerak emas. Bizga o'zi savolning maqsadi nima? To'g'ri javobni topishingiz kerak. To'g'ri javob chiqdimi? Aniq shu variant bilan to'g'ri kelyaptimi? 100% to'g'rimi? Bo'ldi, qolgan qismini o'qishda ma'ni yo'q. Ya'ni bizga 60 minut vaqt berilganmi? Biz bu 60 minutlik vaqtimizni unumli ishlatishni bilishimiz kerak. Shu sababli ham, demak, aniqlikka yo'naltirilgan holatda bajaramiz. Xo'p, eng avvalo savollarni bajarishdan oldin har bitta shart bilan tanishganimiz yaxshiroq. Bu yerda 31 dan 33 gacha bo'lgan testlarni shartini berib o'tyapti. Biz shartini bilmasak ham uni to'g'ri javobini topa olmasligimiz mumkin. Shu tufayli aynan oldin shartni o'qiymiz, shartni tushunib olib, undan keyin savollarni bajarishni boshlasak bo'ladi. Lekin shartni bir marta tushunib olsangiz bo'ladi, chunki hamma testlarda bir xil holatda ketadi. Ya'ni bu yerda berilgan shart bilan boshqa keladigan testlarning sharti bir xil bo'lgani uchun ham, demak bu turdagi bu savollar mana bu shartda deb primoy o'qib ketsangiz ham bo'ladi, lekin baribir ham ozgina bir qarash tashlab olib, undan keyin davom etganingiz yaxshiroq. Bu yerda demak shartni ko'radigan bo'lsak agar 31 bilan 33 gacha bo'lgan savollarda muassasatan neonimnika pogivagacha almajim g'usul ko'rish pisho deydi. Ya'ni nima haqidagi mazmun va namunadagidek to'g'risini toping. Ya'ni namunada ko'rsatib berilgan savol kabi, demak pastdagi savollarni to'g'ri holatda bajaring deb keltirib o'tgan. Va har bitta savolingizga 2 balldan beryapti. Bu yerda har bitta savolga yoki 2 ball yoki 3 ball xuddi shu holatda keltirib o'tadi va har bitta shartni oldida beriladigan ballni o'zi yozib qo'ygan bo'ladi va testlarni ishlayotgan vaqtingiz to'g'ri javob chiqayotgan vaqti, bu savolim 1 oldim, demak 1 to'g'ri ekan, 2 ball bor. Mana shunday holatda ballarni 2 + 2, misol uchun 3 bo'lsa 3, masalan, o'zi yozilgan holatda qo'shib ketaverasiz. Jami yig'indi 100 dan siz oladigan ballingiz aytaylik, keling 100 dan 100 ham bo'lishi mumkin. 100 dan aytaylik 86, 85, 92, 96 yoki 76 yoki undan ham past, misol uchun xuddi shu holatlarda kelishi mumkin. Ya'ni umuman olganda mana shu yerda keltirilgan ballarni yig'indisini demak qo'shib chiqib, o'zingizning umumiy ballingizni chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, gapni cho'zib o'tirmaymiz. Biz namunadagi savolni ko'ramiz va boya aytganim kabi testni osonroq ishlash uchun birinchi o'rinda variantdan ketadigan bo'lsak agar biz aniqroq ishlaymiz dedik. Yorim yoz, nalshi ob-havo, nai yosh, nara davlat ko'rinishda kelyapti. Topsimnida aynan shu topda degan so'zimiz bizani hozir demak nalshi hamda yorim degan variantlarimizga mos tushishi mumkin, lekin yosh, lekin davlat degan variantlarga mos kelmaydi. Issiq deyapti. Hamda padaye so'l suyongamnida dengizda cho'milaman. Dengizda cho'miladigan bo'lsa, bu yerda dengiz, cho'milmoq, suzmoq degan so'z keltirib o'tyapti. Tabiiyki ob-havo emas, chunki ob-havo bo'lishi uchun aytaylik kecha issiq edi, bugun salqin, shunga o'xshagan mazmunlarni keltirib o'tsa agar, demak bu yerda ob-havo haqida gapiryapti-da deb qarashingiz mumkin. Lekin ob-havolik uchun faqat bitta issiqligini ma'lumotini berdi, lekin aynan dengizda cho'milish mavzusi endi bu aynan yozga tegishli bo'lib keladi. Shu sababli javob 1.
Xo'p, davlatlar haqida bo'lsa agar bu yerda o'sha ikkita mana bunday nuqta bilan ajratib qo'yganmi yoki va yana degan grammatikalar bilan ajratib qo'yaptimi? Demak, bu ko'rinishda keladigan bo'lsa agar bu yerda bizda bilamizki, yuqoridagi tekstda aynan davlatlarning nomlarini qo'yib o'tgan bo'lishi kerak edi. Yosh bo'lsa agar yoshni aytib o'tgan bo'lishi kerak edi. Ob-havo deydigan bo'lsa, demak ikki bo'lakda ham ob-havo ma'lumotlari keltirilgan bo'lishi kerak edi, lekin hozirgi informatsiya yozga tegishli bo'lyapti. 31-testimizdan demak davom ettiramiz. Demak, yana aytganimiz kabi variantlardan 90 manimcha ko'pchilik bilsa kerak, mutolaa qilish, kitob o'qish degan ma'noni bildirib keladi. Ya'ni kitob o'qimoq degan mazmunni demak bildirishi kerak bo'ladi. Demak, bu yerda 90 kitob o'qimoq. Shopping manimcha ko'pchilik bilsa kerak, ayollarning juda ham yaxshi ko'radigan mashg'ulotlardan biri, ya'ni xarid qilish va albatta bu bozorlik qilish, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olib kelish emas, balki kiyim-kechak, aksessuar, shunga o'xshagan narsalarni sotib olishga qaratilgan bo'ladi. Sababli ham shopping o'z nomi bilan shopping, ya'ni xarid, undan sport. Ancha ko'pchilik bilsa kerak, ya'ni yuguradi, yuradi, misol uchun yurish sporti ham mavjud va bundan tashqari tennis o'ynash mumkin, golf o'ynash mumkin va shunga o'xshagan narsalarni kiritishimiz mumkin. Haru 24 soat, ya'ni bir kun degani. Ya'ni bir kunda 24 soat bo'ladigan bo'lsa, aynan bir kun. Ya'ni bu nima degani? Masalan, biron bir ishni aytaylik ertalab soat 9 dan boshlagan bo'lsa, kelasi, ya'ni ertangi kunni demak 9 da tugaydi. Rovno 24 soat bo'ladi-da. Shu narsa demak haru bo'lib keladi. Ko'pchilik testlarni ishlayotgan vaqtda ba'zida aynan shu tomonlarga e'tibor qilmasdan xatoga ham yo'l qo'yishi mumkin. Aynan bu so'zga oid bo'lgan informatsiyani albatta esga saqlash kerak. Xo'p, Tosokwane kanida, kutubxonaga boraman. Endi bizada tosokwan degan so'zni ishlatib kelgandan keyin, bo'ldi. Tosokvanga borib shopping qilmaydi, undan qilmaydi, to'g'rimi? Shuni hisobga oladigan bo'lsak, buni o'chirib yuborsak ham bo'ladi, lekin soatga oid bo'lgan, vaqtga oid bo'lgan ma'lumotni ham aytgani yo'q. Kutubxonada albatta borib kitob o'qish mumkin, dars qilish mumkin. Yoki bo'lmasam kimlardir kutubxonaga borib shunchaki dam olish maqsadida ham borishi mumkin, ya'ni shunchaki yuziga kitobni qo'yib oladi-da, maza qilib uxlashi mumkin. Endi bu nima deydi? Dars qilish jarayonida ozgina dam olib olish jarayoni deb qarashimiz mumkin. Endi kutubxona deganda shu uxlab olish, o'tirgan joyda yoki kitob o'qish, dars qilish, imtihonga tayyorgarlik ko'rish, shunga o'xshagan narsalarni faraz qilish mumkin. Demak, kutubxonaga boryapman. Chayagol ismida, demak, bu yerda kitob o'qiyman ko'rinishda keltirib o'tyapti. Demak, kutubxonaga boradi, kitob o'qiydi, albatta u mutolaa qiladi deb olishimiz to'g'ri ekan. Endi 32-savolni ko'radigan bo'lsak agar, yana bu yerda variantlardan ketamiz. Chikob, kasb, changso, joy, Kohyang vatan hamda solnal deb yozilgan, lekin pachimda l va undan keyin n harflarimiz kelyapti. Endi biz tovush deb gapiramiz va ikkalasi talaffuzda sollal ko'rinishda o'qiladi. Sonnal emas, sollal. Demak, bu yangi yil degani. Biz bilamiz, yangi yil qachon keladi? Albatta 31-dekabr tugab, 1-yanvar keldi. Demak, bu yangi yil. Ya'ni 31-dekabrgacha eski yil, 1-yanvardan boshlab yangi yil. Demak, sollal aynan 1-yanvar kuni nazarga tutilib kelinadi. Xo'p, endi onarin irol il. Ya'ni bugun 1-oy, 1-kun. Qo'shimchasi imnidadir deyapti. Ya'ni bugun 1-oyning 1-kunidir. Demak, 1-oyning 1-kuni boya aytganim kabi 1-yanvar va tabiiyki u yangi yil bo'lib keladi. Tamom. Demak, qolgan bo'lak kerakmi? Aslida yo'q. Demak, tarjima uchun aytib o'taman. Katokdiri moyosimnida deb keltirib o'tyapti. Katok nima ekanligini menimcha hamma yaxshi biladi. Oila mo'ida bor, mo'ida bor. Shu ikkita so'zning farqini yozib olinglar. Mo'ida bo'lsa agar yig'moq. Masalan, tonil mo'ida, pulni yig'moq. Katogil mo'ida, oilani yig'moq, ya'ni oila a'zolarini hammasini bitta joyga yig'moq, misol uchun. Lekin mo'ida bo'ladigan bo'lsa agar, bu endi yig'ilmoq bo'lib keladi. Ya'ni e'tiborga oling, o'rtasida ilmoq grammatikasi qo'shilib kelyapti, qo'shimchasi. Demak, yig'ilmoq, biron narsa yig'ilmoq. Misol uchun pul yig'ilmoq, bilim yig'ilmoq yoki yana nima. Bu yerda oila a'zolari yig'ilmoq ko'rinishda keltirib o'tayotgan ekan. Xo'p, yaxshi. Demak, biz javobini topib oldik. Endi 33-savolimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda ham variantlar: kayfek, reja, shigan, vaqt, sonmul, sovg'a hamda chimi bu hobbi. Menimcha hamma yaxshi bilsa kerak. Ya'ni qiziqishlari, hobbisi ko'rinishda olishimiz mumkin. Xo'p, onarin choy sengirimnida. Bugun mening tug'ilgan kunim. Okey. Bu yerda bu odamning tug'ilgan kuni ekan. Tug'ilgan kunga oid bo'lgan nima variantlar bo'lishi mumkin. Tug'ilgan kunida albatta hobbi haqida gapirmaydi. Tug'ilgan kunida asosan sovg'a haqida gapirishi aniqroq.
친구한테서 시계를 받았습니다. Demak, do'stlarimdan, hanteso deganidan, demak do'stlarimdan soatni oldim. Demak, soat oldim. O'rtoqlar unga soat bergan bo'lsa, u soatni o'rtoqlaridan olgan bo'lsa va tug'ilgan kuni bo'lsa agar, demak sovg'aga olgan bo'ladi. Javob esa 3 bo'lib kelar ekan. Bo'ldi. Demak, mana shu 31 dan 33 gacha bo'lgan savollarni tashkil etib kelayotgan ekan va agar siz ham hozir tahlildan oldin javobni to'g'ri topib qo'ygan bo'lsangiz agar, tabriklayman, sizda demak jami hisobda hozir 6 ball bor ekan. Demak, bundan keyingi savollarni ham ko'rib chiqamiz. Keyingi savolimiz bu 34 dan 39 gacha bo'lgan savollar va ko'rib turibsiz, bu yerda adashmasam bir 5 tacha savoldan tashkil topgan bo'ladi. Demak, Pogiva Katti Karoye Tirokal Mallo qachon almajin go'sil ko'rishibshiyo deb keltirib o'tyapti. Karo bu qavs degani, ya'ni namunadagidek qavs ichiga kiradigan gaplar ichida eng to'g'risini toping. Ya'ni bu turdagi savollar ichida, demak, bizda grammatika ham tushirib qoldirilgan bo'lishi mumkin. Sifatlar, fe'l, ravish yoki qaysidir bir birikmaning ikkinchi bo'g'ini tushirib qoldirilgan bo'lishi mumkin. Demak, biz aynan shularni topib olishga harakat qilar ekanmiz va bunda ham namunani keltirib o'tgan, namunani ko'rib chiqamiz. Albatta, variantdan birinchi boshlagan holatda Kikchan teatr, ya'ni kinoteatr, shunga o'xshagan joy. Demak, Sojon kitob do'koni, Komungwan bog' hamda Setak bu kir yuvishning o'zi setak soha bo'ladigan bo'lsa agar himchistka bo'lib keladi. Endi bu yerda setak degan, lekin qolgan variantlarni hisobga olsak, bu yerda joy nomlarini keltirib o'tayotganini hisobga olsak agar, demak bu yerda ham aynan himchistka haqida gap ketyapti. Chonin ting-ting-tinge qassimnida, men qayergadir bordim. O'sha qayerga borganini keyingi gap belgilab beradi. Ya'ni chegil sassimnida, ya'ni kitob sotib oldim. Xo'p, kitobni sotib olish uchun qayerga boradi? Albatta, kitob magazinga boradi. Kitob sotib olish uchun kinoteatrga bormaydi. Kitob sotib olish uchun bog'ga bormaydi. Kitob sotib olish uchun himchiskaga bormaydi. To'g'rimi? Aynan kitob magazinga boradi. Shu sababli ikkinchi variant to'g'ri bo'lib kelar ekan. 34 esa ko'rib turibmiz, grammatik savol bo'lib kelyapti. Birinchi variantimiz va gua, va, hago yana rang, irang grammatikalari bor va bular va bilan degan tarjimani bildirib keladi. Ya'ni ikkita otni bir-biriga bog'lab keladi. Ya'ni misol uchun aytaylik, men bozorga bordim, olma bilan nok sotib oldim yoki konstovarga bordim, ruchka va qalam sotib oldim va hokazo xuddi shu ko'rinishda keladi. Ilril. Bu endi tarjimasi asosan boshlang'ich darajada n degan tarjimada keladi, lekin ba'zi holatlarda ga degan tarjimani ham beradi. Misol uchun Chinguril tog'ajuda do'stiga yordam bermoq. Xuddi shu holatda do'stiga yordam bermoq emas, ga yordam bermoq ko'rinishda kelgani uchun ga tarjimasini ham berishi mumkin, lekin asosan ko'p protsentda n degan tarjimani berib o'tadi. Keyingisi, demak, diftong, lekin grammatika holatida biz deb o'qiymiz, to'g'rimi? Ya'ni tarjimasi ning bo'lib keladi hamda grammatikani o'zi vaqtga, joyga qo'shilib kelishi mumkin, ga-da degan tarjimalarni berib o'tishi mumkin ekan. Xo'p, endi tekstni o'qib ko'ramiz. Onnining kasuimnida, demak opam, kasu bu qo'shiqchi bilamiz, demak qo'shiqchi. Nore aju charamnida, demak qo'shiq juda yaxshi bajaradi, ya'ni yaxshi kuylaydi degan mazmunni ko'rsatib o'tyapti va tabiiyki bu yerda charada, ya'ni yaxshi bajarmoq, yaxshi qilmoq degan ifodamiz bu fe'l bo'lib kelyapti va biz demak qo'shiqni deb olishimiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? Qo'shiqga emas, qo'shiq va emas, qo'shiqning emas. Demak, bu yerda qo'shiqni deb keltirishimiz kerak bo'ladi. Va eslatma, va grammatikasi bo'lgandan keyin ot va ot keladi, to'g'rimi? Ning grammatikasidan keyin ham demak otlarni o'rtasida keladi. Misol uchun aytaylik, Stephenning kitobi bo'ladigan bo'lsa, Stephene chek yoki Nanae chip, misol uchun xuddi shu ko'rinishda keladigan bo'lsa, Nana chip ikkalasi ham otsiz turkumga tegishli bo'lib kelayotgan bo'ladi. Shu sababli ham o'zi bu yerda to'g'ri kelmaydi. Aju esa bu pusa, ya'ni ravish bo'lib kelyapti. Ning grammatikasi va grammatikasiga tegishli emas. Grammatikasi bo'lishi uchun demak biz asosan vaqtlar yoki joylarga qo'shib olar edik. Bu yerda esa unday ma'lumot yo'q. Bu yerda shunchaki ish harakat ketyapti. Ya'ni yaxshi bajaradi, yaxshi qila oladi. Xuddi shu holatda bo'lgani uchun ham demak biz n grammatikasini olishimiz kerak ekan. Endi 35-savolni xuddi shu kabi ko'ramiz. Bu yerda ham ko'rib turibsizki, grammatikalarni keltirib o'tgan. Ro grammatikasi endi har xil tarjimani berishi mumkin. Ga, tomon, orqali, bilan degan tarjimalari ham mavjud. Ega odamlarga har doim qo'shilib keladi va odamga qo'shilgandan keyin da ga yoki dan degan tarjimani beradi. Esa bo'ladigan bo'lsa dan ko'rinishda olishimiz mumkin va hago boyagi va grammatikalarini demak ko'proq ma'rakada ishlatiladigan versiyasi bu ham va yana degan tarjimani berar ekan. Chonin Wangmingimnida, men Wangmingman. Chunguk Vasimnida, Xitoy keldim. Demak u Xitoydan
kelgan, Xitoydan kelgan bo'lsa, demak tabiiyki joylarga nisbatan esa grammatikasi ishlatilinib kelinadi va javobimiz 3 ga mos kelar ekan. Davom etamiz. Demak 36-savolimiz. Bu yerda ham biz aynan variantlarni o'qib va imkoni bo'lsa variantlarni o'qiyotgan vaqtingizda grammatikadan so'zni ajratishni ham bilish kerak. Agar grammatikadan so'zni ajratishni bilmasangiz, agar ko'p holatlarda u so'z nima ekanligini anglay olmasligingiz mumkin. Shu sababli va bu keyinchalik topik 2 imtihoniga tayyorgarlik ko'rishingizda sizga katta problema, ya'ni muammolarni keltirib chiqarishi ham mumkin. Demak, nosimnida notta degan so'zimiz tikka o bilan yozilyapti, to'g'rimi? Demak, bu solmoq degan ma'noni bildirib keladi. Keyingi naomnida, naoda chiqmoq, tatsimnida, tatta. Tatta bu yopmoq. Buni teskarisi yolda. Bu ochmoq bo'lib keladi. Keyingisi esa tollimnida deb keltirib o'tyapti. Demak, tollida bu har xil ma'noda kelishi mumkin. Birinchi ma'nosi buralmoq. Texnikalarga nisbatan, misol uchun ishlatmoq, yoqmoq degan holatlarda kelishi mumkin bo'ladi. Pangi to'ropsimnida. Pangi to'ropsimnida, ya'ni pangi to'ropda. To'ropda bu iflos, kir degan ma'noni bildirib keladi. Ya'ni xona kir, ya'ni xona iflos. Ya'ni hamma joy rasvo bo'lib yotibdi va chongsogiril ting. Plisosni nima qilish mumkin? Plisosni solmaydi. Plisosni demak chiqarmaydi. Plisosni yopmaydi, albatta yoqadi. Ya'ni ishlatadi. Shu sababli ham demak bu yerda chongsogiril tollida ko'rinishda kelishi mumkin. Albatta bu aslida test to'plam va test to'plamda daraja hisobga olinmagan holatda testlar tayyorlangan, chunki o'quvchilar asosan birinchi darajada aynan plisosni yoqmoq emas, demak asosan ko'proq uborka qilmoq, tozalamoq degan so'zlar holatida, ya'ni chongsohada degan fe'lni o'rganishgan bo'ladi. Aynan plisos va plisos bilan keladigan so'zni o'rganishmagan bo'ladi. Ko'proq bu ikkinchi darajaga mos bo'lgan so'z bo'lib kelyapti. Lekin aslida bir 50-55 savolgacha ko'proq asosan topik 1ga asoslangan savollar bo'lgani uchun aynan birinchi darajali o'quvchi buni topa olmasligi mumkin. Agar ikkinchi darajagacha ham o'qib bo'lgan bo'lsa, lekin kitobida kelmagan bo'lsa, bu ham demak ozgina sizga yangilik bo'lishi mumkin ekan. Eslab qolasiz, demak javob 4-variant bo'lib keladi. 37-savolimizni davom ettiramiz. Variantlarni sortirovka qilib olamiz birinchi o'rinda. Demak, simnida grammatikalarni ajratib tashlasangiz, yana ham yaxshiroq bo'lar edi, ya'ni so'zni aniqroq olishingiz uchun. Birinchi so'zimiz demak chalta, ya'ni qisqa degan ma'noni bildirib o'tadi. O'qiyotgan vaqtda chalp ta ko'rinishda o'qimaysiz, ya'ni bu yerda p o'qilmaydi. Ya'ni lesini o'zini o'qishingiz kerak, ya'ni chalta ko'rinishda keladi. Keyingisi demak bu yerda nolta. Nolta. Buni ham talaffuzida p o'qilmaydi, ya'ni leni o'zi o'qiladi. Nolta. Ya'ni keng. Keyingisi shipta. Shipta oson va manta. Manta ko'p. Isaril hamnida. Ko'chib o'tyapman. Demak, ya'ni ko'chib ketyapman. Sejibi aju ting. Yangi uyim juda ham. Xo'p, yangi uy nima bo'lishi mumkin? Yangi uyi qisqa, yangi uyi keng, yangi uyi oson, yangi uyi ko'p. Demak, bu yerda yangi uyi kengligi haqida aytadigan bo'lsa, to'g'ri kelar ekan. Demak, javobimiz 2 bo'lib keladi. Davom ettiramiz. 38-savol. Demak, bu yerda ravishlar, ya'ni pusalar kelyapti va ularni demak to'g'ri keladiganini, mosini demak topib qo'yishimiz kerak. Chayil, kajang, bular hammasi eng degan ma'noni bildirib keladi. Ammo ehtimol balki tikki emas, tikki qo'shib o'qiymiz k bilan tni, tikki. Demak, ayniqsa hamda monjo avvalo birinchi o'rinda deb keltiramiz. Pga go'ppimnida, qornim och. Ting 음식을 먹었습니다. Ovqatni yedim. Eng ovqat yedim, ehtimol ovqat yedim, ayniqsa ovqat yedim, birinchi o'rinda ovqat yedim. Albatta qorni och bo'lgan odam birinchi o'rinda ovqat yeydi. Shu sababli ham javobimiz 4 ga mos keladi. To'g'ri topgan bo'lsangiz agar paksu. Xo'p, davom etamiz. 39-savolimizdan davom ettirar ekanmiz. Bu yerda endi bizga yana so'zlarni keltirib o'tyapti. Demak, simnidadan ajratib bo'lsak yana ham yaxshiroq bo'ladi. Opta yo'q degan ma'noni bildiradi. Keyingisi qilta bo'ladigan bo'lsa, qaynamoq degan ma'noni bildirib keladi. Qilta bo'lsa agar bu qaynamoq, agar kirida bo'ladigan bo'lsa, qilhida emas, kirida bu qaynatmoq.
Xo'p, misol uchun suvni qaynatmoq, suv qaynamoq. Misol mana bu ko'rinishda keladi. Mansibnida manta ko'p, maksimnida makta ochiq, aniq degan ma'nosi ham bor. Endi aniq degan ma'noda ko'proq topik birda kelmaydi, lekin aniq ma'nosi ko'proq ovozlarga nisbatan aniq degan ma'noda ko'proq kelishi mumkin yoki bo'lmasam o'sha tiniq holatida olishimiz mumkin. Misol uchun malgam kam, ya'ni tiniq bo'lgan daryo degan holatlarda olishimiz mumkin. Umuman olganda osmonning musaffo ekanligi, shunga o'xshagan mazmunlarni bildirib o'tadi. Muri ting 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 lamyoni nasmnida. Ramyon emas. Ramyon u rus tilida ramyon. Koreys tilida esa le birinchi tovush sifatida kelgan vaqti, demak le sifatida o'qiladi. Qayerda xohlasangiz ovozini qo'yishingiz mumkin. Mana sizga shu narsani ozgina isbotlab beraman. Aynan birinchi isbot qiladigan joyim bu Google Translate bo'ladi. Men sizga faqat bitta joyda emas, ikkita, uchta joydan buni ovozini farqlab beraman va bundan buyog'iga xato qilmang. Eshiting. 라면, 라면, 라면. Demak, lamyon deb o'qidi. Endi esa koreys tilini demak standart holatdagi lug'ati bor va shu lug'at asosida ham demak eshittirib beraman. Buni talaffuzini ko'ramiz. 라면, 라면, 라면. Eshitib turibsiz, lamyon deb aytyapti, ya'ni r tovushini chiqarmayapti. Ramyon emas. Endi ko'pchilik ishlatadigan never lug'atimiz bor, o'sha never lug'at bilan naver deb yozilgan. Adashmasam naver deb o'qilmaydi, never deb o'qilar edi. Shuni aynan ruscha, o'zbekcha emas, ya'ni ruscha, koreyscha holatida asosan tovush chiqarib beradi. O'zbek tilida deyarli tovush chiqarmaydi. Shuning uchun ruscha yoki inglizchasiga o'girib olib, keyin tovushini chiqarsa bo'ladi. Demak, buni ham ko'ramiz. 라면, 라면. Ramyon ko'rinishda o'qib kelyapti. Ya'ni ko'rib turibsizki, ramyon emas. Kim koreys tilida shuni ramyon deb o'qisa agar, bemalol sportlashishingiz mumkin. Men sizga bu narsani isbot qilib berdim. Xo'p, muri demak kinsimnida, ya'ni suv qaynayapti. Demak, lamyonni nosimnida, ya'ni ramyonni soldim. Ya'ni ramyon emas, lamyon. Endi biz ko'pincha o'sha ramyon deb o'rganib qo'yganmiz, chunki aynan biron narsani masalan magazinga borib aynan shu lapsha sotib olmoqchi bo'lsa agar ramyon deb asosan upakovka ustiga yozilgan bo'ladi. Ancha ko'pchilik yaxshi bilsa kerak. Shu sababli demak ramyonni soldim, ya'ni o'sha lamyonni soldim. Umuman olganda bizning tilimizda roltinni soldim deb olishimiz mumkin. Men solaman. Demak, javobimiz 2 bo'lib kelishi kerak bo'ladi. 40-42 savoldan 42-savolgacha ko'pgina o'quvchilar xato qiladi. Nega? Chunki ular aynan mana bu shartida ta'mil ilqu matchaning g'usl ko'rish, ya'ni quyidagini o'qib, to'g'ri bo'lmaganini toping deyapti. Ya'ni bu degani xatosini topishingiz kerak. Oldingi savollarimizda 3 ta xato variant, bitta to'g'ri variant edi. Bunda esa 3 ta to'g'ri variant, bitta xato variant bor. O'sha bitta xato variantni topib olishimiz kerak xolos. Demak, bunda ham birinchi variantlarni o'qib qo'yganimiz yaxshiroq bo'ladi va yuqoridagi informatsiya o'zi juda ham kam bo'lgani uchun shunchaki taqqoslov qilishingiz mumkin. Demak, bu yerda Tonghyongsinan Neil chulganamnida Tonghyongsi ertaga demak ishga ketadi. Chulganada bilamizki, o'zi jo'nab ketmoq, ya'ni ishga jo'nab ketmoq degan ma'noni bildirib keladi. Erta deganni topib olsak agar Neil hesa mannayo ertaga firmada uchrashadi. Demak, firmada uchrashadigan bo'lsa ishga ketar ekan. Shuni hisobga olsak, bu aslida to'g'ri informatsiya, lekin biz uchun xato. Nega? Xatosini top degani uchun. Keyingisi 은지씨는 지금 집에 없습니다. 은지씨 hozir uyda yo'q, ya'ni uyda emas. Uyda bo'lmasa agar, demak bu yerda 방금 집에 왔습니다 deyapti. 방금 hozirgina, darhol degan ma'noni bildiradi. Bu hozirgina uyga keldim deb gapiryapti. Demak, u uyda ekan. Bizda esa uyda yo'q deyapti. Biz xato variantni topishimiz kerak edi. Bu aslida xato va biz uchun aslida variant sifatida olishimiz kerak bo'lgan javob bo'lib keladi 2 to'g'ri. Endi qolgan variantlarni o'qishimdan ma'no bormi? Aslida yo'q. Ya'ni keyingi savolga o'tib ketsam bo'ladi degani bu. Ya'ni vaqtimiz chegaralangan. Vaqt chegaralanganini hisobga olsak agar, biz qolgan variantlarni o'qib o'tirishimiz shart emas, ayniqsa imtihonda bo'lganingizda. Lekin tahlil qilayotganda o'qiganingiz foyda. Nima uchun? Axir lug'at baza, tarjima uchun bu sizga ishlab beradi. Shu sababli o'qib qo'yganingiz afzalroq. Keyingisi yana 은지씨 haqida gap ketyapti. 은지씨는 오늘 극장에 갔습니다. 은지씨 bugun kinoteatrga ketdi. O'zi oxirgi 2 qatorni ko'rdik. Yuqorida esa 오늘 영화 재미있었어요 deyapti. Bugun kino qiziqarli bo'ldi. Qiziqarli bo'lgan bo'lsa, demak kino ko'rishgan ekan. Uyda ko'rganmi, teatrda ko'rganmi bilmaymiz, lekin hozirgina uyimga keldim degan gapini hisobga oladigan bo'lsak agar, demak teatrda ko'rgan va bu to'g'ri, biz uchun xato variant edi. Hamda keyingisi Tonghyongsi va
은지시는 오늘 만났습니다. 동영 씨 bilan bugun Ineshi bir-biri bilan uchrashdi deyapti. Rostdan ham uchrashgan edi, chunki bugun kino qiziqarli bo'ldi. Hozir uyimga keldim, ertaga yana filmda uchrashamiz degan mazmunni gapirib kelgani uchun bu ham o'zi to'g'ri variant, ammo biz uchun xato. Nega? Demak, bizda matcha'ning go'sil ko'rishib degan, ya'ni to'g'ri bo'lmaganini toping degani uchun ham ikkinchi variant to'g'ri. Aynan xato variant shu bo'lib kelar ekan. Men to'g'ridan to'g'ri o'qidim, lekin siz mana bu joyda bu SMSni kimga yuborganligiga e'tibor qilishingiz kerak. Bo'ladi. Bu narsani men o'zim uchun shunchaki ko'zim ko'rdida, ko'rganimdan keyin taqqoslab ketaverdim. Lekin siz bo'lganingizda bu primoy o'qib ketdi-yu deb o'ylamang. Ya'ni siz bu joylarni tekshirib olishingiz kerak. Kim kimga yozdi? Ya'ni murojaat ketyapti. Tongyongshi, demak bunga, ya'ni Tongyongga Injishi yozyapti. Shuni hisobga oling va buni hisobga olmasangiz bo'lmaydi. Ehtimol boshqacharoqdir. Ya'ni bu yerda uyga kelgan odam Injishi emas, balki Tongyongshi bo'lishi mumkin. Shuni hisobga oladigan bo'lsak, variantlaringizda chalg'ib qolib xato olmasligingiz uchun albatta SMS xabarlarda bu bo'laklarni tekshirib olishingiz shart va zarur bo'lib keladi. Davom ettiramiz. Keyingi savolimizga o'tamiz endi. Keyingi savolimizda ham aynan shunga o'xshagan variantlarni taqdim etib kelyapti bizga. Demak, hammasida imakwe deb keltirib o'tgan, qayta imakwe deb ko'rib o'tirishimiz shart emas. O'sha ma'lum bu narsa, ya'ni musiqiy tanlov, musiqiy festival, musiqiy yig'ilish, chunki hoya bo'lib keldimi, bu yig'ilish degan ma'noni bildirib keladi. Shu sababli demak musiqiy yig'ilish degan bo'laklarni qayta o'qimaymiz, bo'ldi. Ma'lum aynan shu haqida gap ketayotgani, chunki uni har safar o'qish bizni vaqtimizni oladi. Shunga. Demak, tumare hamnida dam olish kunida qilinadi. Yuqorida qaraydigan bo'lsak, ilshi ya'ni vaqti berilyapti. To'yo il, iryoil ko'rinishda kelgani uchun rostdan ham dam olish kunlarida qilinar ekan. Bu to'g'ri informatsiya, lekin biz uchun xato. Nega? Xatosini top degani uchun. Keyingisi, demak, 국제 대학교에서 합니다. ya'ni 국제 대학교da o'tkaziladi. Changso joy 국제 대학교 bo'lgani uchun bu ham to'g'ri, biz uchun xato informatsiya bo'lib kelyapti. Keyingisi 저녁 9시에 끝납니다. Kechki soat 9da tugaydi. 9da rostdan ham tugar ekan, ohu deb yozilyapti. Rostdan ham xuddi shunday, bu ham to'g'ri. Demak, biz uchun xato. O'z bitta variant qoldi. Bizga tanlov huquqi yo'q. Demak, 4 to'g'ri bo'lib keladi, bo'ldi. O'qisangiz ham, o'qimasangiz ham, taqqoslasangiz ham, taqqoslamasangiz ham hech narsa o'zgarmaydi, chunki 3 ta variantni taqqoslab bo'ldik va xatolik 100% isbotini topgani uchun endi javobimiz 4-variant bo'lishi aniq, chunki 5-variant yo'q va biz 5-variantni tanlaymiz deb qarab o'tirsak shu sababli. Demak, Pagansiga 노래를 부릅니다. Pagansi qo'shiq aytadi deyapti, lekin bu yerda qo'shiq aytadigan kim? Nore deb yozilgan joyda Kim Yongki qo'shiq aytar ekan, Paganpin esa pianino chalar ekan. Shu sababli demak Paganpin qo'shiq kuylaydi degan variant rostdan ham xato bo'lib keladi. Shu sababli biz 4 ni ola olamiz. 42-savolimiz ham boyagi savol bilan deyarli o'xshash tomoni ko'p, ya'ni pikyo qilib, ya'ni taqqoslab oladigan bo'laklarimiz bor ekan. Bu juda ham oson bo'ladi. Demak, chumareni ohu 6시까지 합니다. Dam olish kuni kechki soat 6 gacha ishlaydi deb keltirib o'tyapti. Demak, qarasak agar shanba hamda yakshanba bu dam olish kuniga to'g'ri keladi va o'ndan soat 6 gacha ekan. Rostdan ham soat 6 gacha ishlashini hisobga oladigan bo'lsak, bu informatsiya to'g'ri, lekin javob olish uchun xato. Ikkinchi variantimiz 월요일에는 미술관이 문을 안 엽니다. Demak, dushanba kunida san'at galereyasini eshiklari ochiq bo'lmaydi, ya'ni yopiq bo'ladi deb keltirib o'tyapti. Va yuqoridagi informatsiyaga qaraydigan bo'lsak agar 매주 월요일은 쉽니다. Har hafta dushanba kuni dam olinadi. Har hafta dushanba kuni dam olinadigan bo'lsa, bu informatsiya ham to'g'ri, chunki dam olgandan keyin albatta eshiklar ochiq bo'lmaydi, ya'ni yopiq bo'ladi. Bu degani ishlamaydi degani. Keyingi 3-variantimizni ko'rsak agar Pyongyil qachon? Dushanbadan jumagacha bo'lgan vaqtni nazarga tutib kelyapti. Pam 9시까지 이용할 수 있다. Demak, tungi soat 9 gacha foydalansa bo'ladi. Ko'rsak agar, demak, aynan seshanbadan to juma kunigacha bo'lgan vaqtni ko'rsatyapti, chunki dushanba kuni dam olish kuni edi va o'sha ish kunlarida soat 9 gacha ishlaydi. Rostdan ham ish kunlari soat 9 gacha ishlashi haqidagi informatsiya berilgan edi. Bu ham o'zi fakt bo'yicha to'g'ri, lekin biz to'g'ri variant sifatida ola olmaymiz, sabab xatoni top degani uchun. Oxirgi yana 4-variantimiz bir o'zi qolib ketdi. Bizda tanlov imkoniyati yo'q va 4 deb olishdan boshqa choramiz ham qolmadi aslida. Demak, o'qib qo'yib tugatib qo'yadigan bo'lsam agar, 미술관은 주말보다 평일에 일찍 문을 닫습니다. Demak, san'at galereyasini dam olishga qaraganda, endi dam olish kunlaridan ko'ra ish kunlarida barvaqt eshiklari yopiladi. Aksincha, ish kunlari kechroq, dam olish kunlari esa barvaqtroq eshiklari yopilishini hisobga oladigan bo'lsak, bu informatsiya rostdan ham xato ekan. Ya'ni teskarisi bo'lishi kerak edi. Shu sababli ham buni to'g'ri javob sifatida qabul qila olmaymiz.
mana shu 3 ta savolga agar xato qilmasdan to'g'ri o'tib ketsangiz agar ballingizni balansini ushlab qola olasiz. Nega? Chunki bu yerdagi savolni ballariga e'tibor qiling, 3 balli. Ya'ni ilk savolida eng katta ball 3 ball. 2 ball 3 ball. Ya'ni eng kattasi 3 ball bo'lgani uchun siz 3 ballik ballingizni yo'qotishdan boshlaysiz. 3 ta 3 ballik yo'qotdingiz degani bundan 9 ballni yo'qotdingiz degani. Endi 100 dan 9 ni ayirsak 91 bo'ladi. Hali oldinda yana savollar bor. Bu hali boshlanishi ekanligini hisobga olsak, qolgan savollardan ham ball minus bo'lishini hisobga olib, demak ancha ballingiz qisqarib ketishi mumkinligini demak hisobga olib ketishingiz kerak bo'ladi. Keyingi savollarga o'tamiz. 43-45 savollar. Bu yerda taomil ilko neongi qattiq hosil ko'rish pishi. Demak, quyidagini o'qib, mazmuni o'xshash bo'lganlarini toping deyapti. Ya'ni neon va qattiq hosil ko'rish pishi deydi-yu. Bizning shartlarimizda ko'pincha, ya'ni mazmuniga mosini toping. Xuddi o'shandek savollar ketyapti va aytib o'tganim kabi variant birinchi o'rinda. Chunki neonli savollarni birinchi variantdan o'qishni boshlasangiz agar keltirilayotgan informatsiyani ketma-ketlik, ya'ni agar boshda chiqib qolsa, demak siz yutug'ingiz. Oxiriga kelib qolsa ham xafa bo'lish kerak emas. Nega? Chunki boshda o'zi xato informatsiyalarni keltiryaptimi? Demak, xato deb chiqarib ketamiz. O'zi oxirgi to'g'ri javobga boraman deguncha ham o'zi to'g'ri javob qolib qoladi. Ko'pincha endi bu qisqa matn, kattaroq matnlarda xuddi shu holat bo'ladi. Shu sababli. Demak, biz variantlarni ko'rishimiz kerak bo'lar ekan. Hammasida chonin deb berilgan, ya'ni men degan mazmunlar bor. Qayta chonin, men deb o'qib tarjima qilishimiz shart emas. Vaqtimiz ko'proq ketadi. Shu sababli demak variantlarni o'qib qo'yamiz deganimiz kabi. 저녁에 박물관을 구경했습니다. 저녁 bu kechki vaqt, ya'ni kechqurun. 박물관 emas, 박물관, ya'ni muzeyni gugyongada tomosha qilmoq degan ma'noni bildirib keladi. Demak, kechki vaqtda muzeyni tomosha qildim. 친구가 일하는 박물관에 갔습니다. Do'stim ishlaydigan muzeyga bordim. Demak, bu muzeyda o'rtoq ishlar ekan. 박물관에 가서 친구를 만났습니다. muzeyga borib do'stim bilan uchrashdim hamda 친구와 박물관에서 밥을 먹었습니다. do'stim bilan muzeyda ovqat yedim deb aytyapti. Xo'p, yaxshi. Endi boshdan boshlab o'qiymiz. 어제 박물관에서 친구를 만났습니다. kecha muzeyda do'stimni uchratdim deyapti. Demak, do'sti bilan uchrashgan qayerda? Muzeyda. Xo'p, bu yerda muzeyda o'rtoq nima qilyapti? Balki ishlayaptimi yo birga kelganmi, alohida kelganmi? Shu narsani bilishimiz kerak. Lekin bilganimiz nima? Kecha muzeyda do'sti bilan uchrashgani. Bu haqidagi informatsiya lekin bizda variantda mavjud. Va bu aynan 3-variantga mos keladi. Ko'ryapsizmi? Birinchi gapni o'zidan o'zi javob chiqdi. Shu uchun qolgan variantlarni, ya'ni qolgan matnni gaplarini o'qishga hojat yo'q. O'zi bunday olib qaraganingizda. qolgan qismini tahlil bo'lgani uchun tugatib qo'yaman. 우리는 박물관을 구경하면서 이야기했습니다. 저녁에는 우리 집에서 같이 밥을 먹었습니다. Biz muzeyda aylanib, ya'ni muzeyni tomosha qilib, suhbatlashdik va kechki vaqtda mening uyimda birgalikda ovqat yedik deyapti. Demak, bu yerda kechki vaqtda muzeyga bormagan, qaysi vaqt borgani noaniq, lekin aynan kecha borgan. Lekin kechki ovqatni o'zini uyda yeganini hisobga olsak, demak kunduzi borgan ekan. Va ikkinchi variantimizda do'sti ishlashi haqida aytyapti, lekin bu yerda do'sti bilan aylanganini aytdi, ishlashini emas, berilmagan informatsiya. Va to'rtinchi variantimiz esa muzeyda emas, balki o'zini uyida ovqat yeganini hisobga oladigan bo'lsak agar javob 3 bo'lib keladi. Hozir kimdir "Urichib" degani bizning uy bo'ladi, nima uchun meni uyim deb tarjima qildi deb ketayotganlar ham bo'lsa kerak. Koreys tilida, umuman olganda Koreyada uri madaniyat bor. Ya'ni bizning uy, bizning ota-ona misol uchun xuddi shunday holatda gapiradi, lekin aslida u mening degan mazmunni bildirib keladi. Hattoki uri nampion deb gapiradi, bizning erlarimiz degani, ya'ni bu degani bitta er hammani eri emas, yoki urianni ko'rinishda gapirsa agar bizning xotinimiz, ya'ni bitta xotin hammani xotini emas, ya'ni o'zini xotini, o'zini eri yoki o'zini ota-onasi, o'zini uyi haqida gapirayotganini bildirib keladi shu sababli. Demak, buni hisobga oling va urini hamma joyda ham biz emas, mening degan tarjimani ham berishini hisobga olib qo'ying. Chunki odam shunaqa mavjudotki, ya'ni u yangi kelgan informatsiyalarni qabul qilishni xohlamaydi. Shu sababli, demak, yangi kelayotgan informatsiyalarni ham o'zgina qabul qilishni menimcha bilish kerak deb o'ylayman. Xo'p, davom etamiz. 44-savolimiz. Demak, variantlardan har doimgi kabi. 아버지는 연극표를 사셨습니다. Otam, demak, 연극 bu spektakl, ya'ni spektakl biletini sotib oldilar. Xo'p, bu yerda biletni sotib olgan odam otasi ekan, balki o'zi olgandir, balki boshqa kishi olgandir, bilmaymiz. Demak, buni ham belgiladik. 저는 아버지와 연극을 봤습니다. Men otam bilan spektaklni ko'rdim. Demak, otasi bilan birga ko'rgan. 어머니는 내일 연극을 보실 겁니다. Ertaga oyim spektaklni ko'radilar. Hamda 아버지가 저에게 영화표를 주셨습니다. Otam menga kinoni biletini berdilar deb keltirib o'tgan.
저는 어제 연극을 봤습니다. Men kecha spektakl ko'rdim. Demak, bu odam spektakl ko'rgan ekan va kim bilan birga ko'rganini aytmagan. Demak, 혼자 yolg'iz ko'rgan bo'lishi mumkin. Endi keyingi gapni ko'ramiz. 연극이 재미있어서 아버지께 표도장을 사 드렸습니다. Demak, spektakl qiziqarli bo'lgani uchun otamga ikkita biletni sotib olib berdim. Otasiga ikkita bilet sotib olib bergan ekan. Demak, yolg'iz ko'rgan, yolg'iz ko'rib qiziqarli bo'lgani uchun ota-onasi uchun demak sotib olgan, otasiga bergan. Biza 4-variantni chiqarib yuboramiz. Nimaga? Otam menga aynan kinoga bilet yo'q, bu spektaklga biletni o'z otasiga bergan va otam sotib oldilar degan variantni ham chiqarib yuborsak bo'ladi va otam bilan ko'rdimni ham chiqarib yuborsak o'zi avtomatik 3-variantimiz qolar ekan. 아버지는 내일 어머니와 연극을 보러 가실 겁니다. Otam ertaga oyim bilan birgalikda spektaklni ko'rgani boradilar. Demak, rostdan ham ertaga onasi spektaklni ko'rgani borar ekanlar. Demak, bu yerda otam bilan birga boradilar degan joyi yo'q, lekin faktiski ona rostdan ham borib ertaga nima ko'radilar? Spektakl ko'radilar. Shu narsani demak keltirib o'tishimiz to'g'riroq bo'ladi. Javob 3 bo'lib kelar ekan. Bu juda ham oson. Keyingisi 45-savol. 아침부터 비가 내렸습니다. Ya'ni ertalabdan boshlab deyapti, yomg'ir yog'di. Yomg'ir balki ertalab yog'magandir, balki kechadan boshlab yog'gandir, balki obeddan keyin yog'ayotgandir. Shu uchun aynan qachondan boshlab bu informatsiya bizga kerak. Keyingisi 편의점에 우산이 없었습니다. 24ga 7 magazini, ya'ni 24 soat ishlaydigan magazinda soyabon yo'q edi. 저는 우산을 가지고 왔습니다. Men soyabonni olib keldim hamda demak, usan을 샀는데 비가 그쳤습니다. 비가 그치다 bo'ladigan bo'lsa agar bu to'xtamoq degan ma'noni bildirib keladi. Yomg'ir hamda qorga nisbatan to'xtab qolishga nisbatan ko'pincha biga kchida, nuni kchida ko'rinishda keltirib o'tadi. Ya'ni yomg'ir to'xtamoq, qor to'xtamoq, xuddi shu mazmunlarda. Demak, soyabonni sotib olgandimda, lekin yomg'ir yog'ishi to'xtab qoldi. Ya'ni yomg'ir endi yog'mayapti. Ya'ni soyabon sotib olib bo'lgandan keyin shu narsani keltirib o'tgan. Demak, 45da tekstni o'qiydigan bo'lsak agar 오후에 갑자기 비가 왔습니다. Demak, tushdan so'ng to'satdan yomg'ir yog'di. Bizda 아침부터 degani uchun birinchi informatsiyaga bu narsa to'g'ri kelmayapti, chiqarib yuboramiz. 저는 우산이 없어서 걱정했습니다. Meni soyabonim yo'qligi uchun xavotir oldim. Variantda yo'q bu narsa. Lekin soyaboni yo'q ekanligini bilamiz. Hozircha 편의점da yo'q deb keltirib o'tyapti. Hali 편의점ni temasi yo'q. Endi boshlanyapti. 그래서 shuning uchun 편의점에서 우산을 샀습니다. Shuning uchun 24ga 7 ishlaydigan magazindan soyabon sotib oldim. Abzada esa u magazinda soyabon yo'qligini aytdi va soyabonni olib kelgan variantni ham o'chirib yuborsak agar 4-variant to'g'ri bo'ladi, chunki soyaboni yo'q edi. Kronda biga kchassimnida. Lekin yomg'ir to'xtadi. Bechora. Ya'ni soyabon sotib oldi, pul sarflab, lekin yomg'ir to'xtab qoldi deb aytib keltirib o'tgan. Xo'p, mana ko'rib turganimiz kabi to'g'ri javobga kelamiz deganimizcha o'zi noto'g'ri variantlar chiqib ketib, to'g'ri javob qolyapti va shu orqali demak neonli savollarimizni osongina, silliqqina topib olishimiz mumkin ekan. 45gacha neonli savollarni demak ko'rib o'tdik. Keyingi demak qismimiz bu 46dan 48gacha bu chungshim sengak. Ko'pchilik o'quvchilarni qiynaydigan, ko'pincha tushunmaydigan, olishga xato qiladigan bo'laklari ham aynan 46-48 chungshim sengakka oid bo'lgan savollar. O'zi topik 1ning ilk savollarida sengakka oid bo'lgan savol faqatgina shu yerda kelgan, xolos bor yo'g'i 3ta. Sababli ham siz buni javoblarni to'g'ri topishga harakat qilishingiz kerak. 3 hamda oxirgi savol 2 ball holatda baholanib kelyapti. Mayli, necha ball bo'lishidan qat'iy nazar biz baribir ham bu savolni osongina topishga harakat qilamiz. Bunda ham birinchi o'rinda variantlarni o'qib qo'yganimiz biz uchun yaxshiroq bo'ladi, lekin chungshim sengak degan shartni o'zi ma'nosi nima deydigan bo'lsak agar, mana shu yerda matn ketyapti va matnning mazmuni bo'yicha, ya'ni bu odam nimani xohladi, bu odamga nima yoqdi, ko'pincha shu neonlarni o'z ichiga olib ketadi va matnlardan kelib chiqib kalit so'zini ham aytib o'tishim mumkin. Sababli diqqat bilan eshitganingiz yaxshiroq videoni o'tkazib yubormasdan. Hammasi chonin ekan, qayta o'qimaymiz. 겨울을 좋아합니다. qishni yoqtiraman. 겨울을 기다립니다. qishni kutyapman. 겨울이 추워서 힘듭니다. Demak, qish sovuq bo'lgani uchun qiynalyapman hamda 봄의 고향에 가고 싶습니다. Bahorda vatanimga borishni xohlayman. Ko'ramiz. Demak, 한국의 겨울은 아주 춥습니다. Koreyaning qishi juda ham sovuq. 그런데 우리 고향에는 겨울이 없습니다. Lekin bizning vatanimizda, ya'ni mening vatanimda qish yo'q. Ya'ni vatani issiq o'lkalardan biri ekan. Demak, 저는 빨리
봄이 되었으면 좋겠습니다. Bu yerda kalit so'z bor. Ya'ni men chopkessimda, ya'ni nimadir bo'lganda edi, yaxshi bo'lardi. Ya'ni men uchun tezda bahor kelsa yaxshi bo'lardi. Bundan kelib chiqadigan bo'lsak, agar bu odam qishni yoqtiryaptimi? Albatta yo'q. Qishni kutyaptimi? Shundoq ham qish. Unga bu narsa, demak, sovuq bo'lgani uchun ham juda ham sovuq, tezroq bahor kelsin deyapti. Shu ko'rinib o'tiribdiki, qishni ham kutmayapti. Qishni tezroq ketishini xohlayapti, bahor kelishini xohlayapti. Shu uchun ham aynan qishni emas, bahorni kutyapti desaydi, to'g'ri bo'lardi, lekin xato. Demak, qish bo'lgani uchun, demak, bu qish sovuq bo'lgani uchun qiynalyapti. Bir tomondan to'g'ri, lekin 4-variantimizda vataniga ketishni xohlayapti deyapti, lekin vatanimga ketishni xohlayman degan variant yo'q. Shunchaki vatani temasi qo'shildi, qachonki uni vatanida qish yo'qligini aytish uchun. Qish yo'q, shu sababli ham, demak, tezroq bahor kelishni xohlaydi. U qishni ko'rmagan. Qish uchun, demak, yoqimsiz bo'lyapti. Shu sababli ham, demak, 3-variantimiz to'g'ri bo'lib keladi. U odam xohlayapti tezroq bahor kelishini. Shunga moslab, demak, 3-variantimizni to'g'ri deb qabul qila olamiz. Bo'ldi. Endi 47-savolimizni xuddi shu kabi ko'rib chiqadigan bo'lsak agar, yana hamma joyda chonin deb keltirib o'tgan ekan, qayta ko'rib o'tirmaymiz. Palpioril charal ismida, ya'ni prezentatsiyani yaxshi qila olaman. Ya'ni PPT yaxshi qila oladi. Bilamiz, taqdimot bo'ladi. Ya'ni slayd yasab chiqib gapirib berasiz, misol uchun. Xuddi shu narsa, demak, palpio bo'ladi. Demak, palpioni yaxshi qila olaman. Ya'ni taqdimotni yaxshi qila olaman deyapti. Balki yaxshi qila olmas. Keyingisi sonimiy va so'p palpioril mod ismida. Mehmonlar kelgani uchun taqdimotni qila olmadim. Xo'p, palpio halda 시간이 부족했습니다. prezentatsiya qilayotgan vaqtimda vaqt yetishmadi va palpio 준비 때문에 걱정이 됩니다. Taqdimotga tayyorgarlik tufayli xavotirdaman, xavotir olyapman, xavotirga tushyapman deb keltirib o'tyapti. Xo'p, 내일은 제가 수업 시간에 발표를 하는 날입니다. ertaga men dars vaqtida taqdimot qiladigan kunimdir. 그런데, aynan 그런데dan boshlanadi 중심 생각ning asosiy bo'lagi. 그런데 오늘 집에 손님이 와서 발표 준비를 하지 못했습니다. lekin uyga mehmonlar kelgani uchun taqdimotga tayyorgarlik ko'ra olmadim. Bu yerda taqdimotni qila olmagan emas, taqdimotga tayyorgarlikni qila olmagan, tayyorlana olmagan. O'zi asosan taqdimot tayyorlanib qo'yiladi, allaqachon bir nechidir kun oldin tayyorlab qo'yishadi-da, keyin unga o'sha taqdimot qilishdan oldingi kun yoki 1-2 kun oldin o'tirib olib o'sha slaydlarini o'rganib chiqib boshqatdan qanday qilib gapirib beraman deb yonsib qilishadi. Shu sababli ham bu yerda aynan o'shanaqa yonsib qilish, ya'ni tayyorgarlik ko'rishni qila olmagan. 오늘 밤에 준비해야 하는데 시간이 부족합니다. Bugun tunda tayyorgarlik ko'rishim kerak edi, lekin vaqtim yetishmayapti. Xo'p, bu odam hali palpio qildimi? Yo'q, qachon qiladi? Ertaga qiladi. Shuni hisobga oladigan bo'lsak agar, demak, men yaxshi qila olaman degan variant chiqib ketadi. Mehmonlar kelgani uchun palpio qila olmadim, lekin palpio qilish vaqti ertaga, bugun emas, bugun tayyorlanish kerak edi va palpio qiladigan paytimda vaqt yetishmadi deyapti. Hozir bu yerda palpio qiladigan vaqtda vaqt yetishmadi emas, hali ertaga qiladi, tayyorgarlikka vaqt yetishmayapti. Shu sababli to'g'ri javob 4. Ya'ni aynan taqdimotga tayyorgarlik tufayli ham xavotirdaman. Nimaga vaqtim yetishmayapti? Uyimga mehmon kelib qoldi kutilmaganda. Shu sababli ham demak xavotir olyapman, yaxshi qila olamanmi, qila olmaymanmi degan holatda demak xavotiri bor ekan. Shu sababli javobimiz 4 ga mos keladi. Endi 48-savolimizni ko'rib chiqamiz. Demak, 48-savolimizda hammasi deyarli ucha-ko'kani pochta haqida gap ketyapti ekan. Ya'ni pochtaga borib, pochtada ko'rinishda keltirib o'tgan. Demak, bildik pochta mavzusi ketyapti. Hal suyindan iri mansibnida. Qilsa bo'ladigan ishlar ko'p. Ya'ni ko'pgina ishlar qilsa bo'ladi. Bu degani faqat pochta yubormaysizda, pochta yuborishdan boshqa yana boshqa ishlarni ham qilsa bo'ladi degani. Keyingisi 통장을 만들 수 없습니다 deb keltirib o'tyapti. 통장 bo'lsa agar bu bank kartasi, manimcha bank kitobchasi hamma bilsa kerak nima ekanligini. Lekin O'zbekistonda bank kitobchasi ko'p holatlarda omonatga pul qo'yayotgan vaqti beriladi, lekin Koreyada aynan kartaga pul tashattirmoqchi bo'lsangiz ham aynan bank kitobchasi orqali amalga oshiriladi bu narsa. Ekraningizda demak sizga o'sha bank kartasini rasmi paydo bo'ladi. Keyinchalik agar Koreyaga keladigan bo'lsangiz ham sizga bu asqotadi. Ya'ni hamma bankda ko'rinishi har xil. Lekin vazifasi bir xil. Demak, bu yerda bank kitobchasini tayyorlasa bo'lmaydi, deyapti. Keyingi variantimiz 다른 일을 하면 안 됩니다. boshqa ishlarni qilsangiz bo'lmaydi va 편지 va 소포만 보낼 수 있습니다. Demak, xat va posilkanigina faqat yuborsangiz bo'ladi. Ya'ni xat va posilkadan boshqa hech narsa yubora olmaysiz yoki qila olmaysiz degan mazmunni ko'rsatib o'tyapti. Ya'ni boshqa ishlar qilsa bo'lmaydi. Yuqorida birinchi variantda ko'p ish qilsa bo'ladi deyapti, 3 va 4 variantda esa faqat chegarani ko'rsatib beryapti va 3 bilan 4 bir-biriga o'ta yaqin ekan. Tekstni o'zini o'qiymiz va javob topib olishga harakat qilamiz. Потом 편지를 보내거나 소포를 보낼 때
учебуге 갑니다. odatda xat yuborganda yoki bo'lmasam posilkani yuborayotgan vaqti biz pochtaga boramiz. Kronde, lekin учебугесони 다른 일도 할 수 있습니다. lekin pochtada boshqa ishlarni ham qilsa bo'ladi. Lekin deb boshlandimi? Bu endi tushunsangiz bo'ladiki, chunki neonni keltirib o'tyapti. Shu sababli ham biz endi faqatgina so'po yoki piyonchi uchun emas, boshqa ishlarni ham qilsa bo'lishini aytib o'tgani uchun, demak birinchi variantga yaqin kelar ekanda deb olishimiz mumkin bo'ladi. Va 통장을 만들거나 보험 가입도 할 수 있습니다. ya'ni bank kartasini ham tayyorlab, sug'urtaga a'zo bo'lsangiz ham bo'ladi deb keltirib o'tyapti. Bohom bu sug'urta. Demak, bu yerda sug'urtaga a'zo bo'lish mumkinligini keltirgan, lekin o'sha 통장ni tayyorlab bo'lmasligini aytyapti. Boshqa ishlarni qilsa bo'lmaydi deb keltirgan, faqat xat va posilka yuborsa bo'ladi degan. Bular xato. Ya'ni biz uchun to'g'ri javob bir, ya'ni ko'pgina ishlarni qilsa bo'ladi, faqatgina xat hamda pochta yuboravermasdan deb keltirib o'tishimiz mumkin ekan. To'g'ri javob birga mos keladi. Aynan shu narsa, demak, chunshim senga ko'p kelar ekan. Asosiy mazmunni topish to'g'ri. Topik 1ni aynan savolida chunshim senga topish ilk savollarda biroz shunday ko'rinishda keladi, lekin ikki savollarida erkakni yoki yoja ayolni chunshim sengagini top deganda aynan u yerda sengakni topish nisbatan osonroq. O'zi bunda ham oson, lekin titki savollarda yana ham osonroq bo'ladi, chunki kimni sengagini top degan vaqtda siz aynan o'sha odamni aytayotgan gapidan kelib chiqqan holatda topasiz. Bu yerda esa umumiy bitta matndan kelib chiqqan holatda siz topishingiz kerak bo'ladi. Javobimiz birga mos kelar ekan. Agar siz ham xuddi shunday o'ylagan bo'lsangiz, tabriklayman, to'g'ri javobni topa olgan ekansiz. Keyingi demak savolimiz 49-50 savollari. Endi bu savoldan boshlab ikkitalik savollar boshlanib ketadi, lekin hammasi emas, o'rtada bittalik savol ham bor. Buni ham ko'ramiz hali. Demak 49-50 taomil ilku murumet tapashibsho. Quyidagini o'qib savollarga javob bering deb keltirib o'tyapti va har bitta savolimiz uchun 2 balldan beradi. 49 bu kyok, ya'ni bo'sh, mana bu yerda qavs ichiga tushirib qoldirilgan bo'lak bor hamda shunga mos keladigan to'g'ri javobni topib olishimiz kerak bo'ladi. Va e'tiborga oling, bizda deyarli so'zlarimizning o'ng tarafi bir xil, ya'ni nin yak ko'rinishda kelyapti. Nimadir bo'layotgan dori yoki adigan dori ko'rinishda olishimiz mumkin, lekin fe'llarimiz har xil ko'rinishda kelyapti xolos. Va 50-savolda esa neon va qattingotni topishimiz kerak bo'ladi. Lekin bizda qoida, agar ikkitalik savol keladigan bo'lsa, birinchi o'rinda neonli savolni o'qib olib, keyin matnni o'qib kelishni boshlasangiz agar, yo'l-yo'lakay 49-savolni ham javobini matnni o'qish jarayonida qo'yib ketsangiz agar bo'ladi. Shu sababli birinchi 50 ni o'qib olsangiz agar, faktlarni taqqoslab ketasiz. Bu ishingiz bir vaqtni o'zida ham variantni taqqoslash, ham matnni o'qish bo'ladi. Ya'ni 2x vaqtingiz ketmaydi degani. Demak, birinchi variantimizda 병원에서 눈병을 걸렸습니다. kasalxonada ko'z kasalligiga chalindi. 눈병 때문에 눈물이 났습니다. ko'z kasalligi tufayli, o'zi pyong bo'limi kasallik bo'ladi. Demak, ko'z kasalligi tufayli ko'zi dan yosh oqyapti, ya'ni ko'z yosh chiqyapti. 눈을 만지면 눈병에 걸립니다. Manjida bu tegmoq degani, ko'zga tegsam deydi, ko'z kasalligiga chalinaman. Ya'ni har safar ko'ziga tegiladigan bo'lsa, demak ko'zi og'rib qolib, nimadir bo'ladi. Xullas, o'sha ko'zga oid bo'lgan qaysidir bir kasalligi qo'zg'alishi haqida gapirib o'tyapti. Va 4-sida esa 어제부터 눈이 간지러웠습니다. 간지럽다 degan so'z bu qichimoq degan ma'noni bildiradi. Demak, kechadan boshlab ko'zlarim qichidi deb keltirib o'tgan. Xo'p, matnni ko'ramiz. Demak, 아침에 일어났는데 ertalab uyg'ongan edimda 눈이 밝았고 간지러웠습니다. ko'zim qizarib qichayotgan edi. Va qichimoq degan so'z mana bu yerda variantimizda bor, bilsangiz agar, 4-variantda hozirgina o'qidik va bu yerda qachon? Kechadan buyon. Bizda esa ertalab uyg'onganimda dedimi? Avtomatik 4-variant chiqib ketadi. Keyingisi, 그리고 yana 눈물도 계속 났습니다. ko'z yoshlarim ham damomiy ravishda oqdi. Ko'z yosh degan variantimiz bor edi va 눈병 tufayli ko'zimdan yosh oqdi deyapti. Hozircha buni elikka-elik olib tursak bo'ladi, chunki mana bu bo'lagi to'g'ri, ya'ni ko'z yosh oqdi degan bo'lagi to'g'ri, lekin ko'zi kasallangani uchunmi, yo'qmi, bu narsani hali bilmaymiz. Endi aytadi. Shunga qarab to'g'ri yoki xatoga ajratishimiz mumkin. Faqat ozgina bitta gap uchun sabr. Demak, 어제 수영장에 갔는데 그것 때문에 눈병에 걸린 것 같습니다. kecha basseynga borgandimda o'sha tufayli ko'zim kasallanganga o'xshaydi. Demak, basseyndan yuqtirgan ekan, ya'ni basseynga borgani uchun shunday bo'lgan. Birinchi variant ketdi. Rostdan ham ko'zi kasallangani uchun yoshlanayotgan ekan. Ikkinchi variantimiz esa to'g'ri bo'lib keladi.
Xo'p, endi qavs ichiga mos keladigan variantni topishimiz kerak. Afsuski savolni tashlab keta olmaymiz. To'g'ri javob tepadan chiqqan bo'lsa ham, chunki aynan qavsni ichiga mos keladigan qismlarga qo'yadigan variantlarimiz bor. Va biz e'tiborga olishimiz kerak. Demak, bu yerda dori temasida gap ketyapti. Faqat fe'llarimiz har xil. Notda solmoq, quymoq degan ma'noni bildirib keladi. Tuta bilan notda. E'tiborga oling, 3-chi va 2-chi variantimizdagi fe'llar bir xil. Bir xil bo'lgani uchun avtomatik chiqarib olasiz. Buni qanday farqini ajratasiz? Ajrata olmaysiz. Shuni hisobga oladigan bo'lsak agar, demak biz tuta, notda bular o'zaro sinonimdosh bo'lgani uchun bo'ldi avtomatik chiqarib yuboramiz. Demak, keyingisi esa manniyak, mos keladigan dori deb keltirib o'tyapti. Shu sababli demak bizga 1-chi yoki 4-chi variantimiz qolyapti. Endi o'qib olamiz va to'g'ri javobni topamiz. 병원에서 눈에 띵띵띵을 받았습니다. Kasalxonadan ko'zga nimadir, ya'ni dorini oldim. Chunki yak deb hamma joyda kelgan, shu narsani bilamiz. Demak, ko'zga soladigan dori yoki ko'zga mos keladigan dori. Albatta, ko'zga tomizadigan dorini olishi kerak bo'ladi. Shu sababli ham 1-chi variantimiz to'g'ri. Oxirgi gapimiz qolib ketdi. Bu gap o'zi bizga aslida kerak emas, lekin tahlil bo'lgani uchun tugatib qo'ya qolaman. Kanjirovodo 눈을 만지면 안 되니까 너무 불편합니다. Qichsa ham deydi, ya'ni qichib ketayotgan bo'lsa ham ko'zimga teksam bo'lmaydi, shu sababli ham noqulay. Ya'ni ko'ziga dori tomizadi, ko'zi kasallangan, basseynga borgani uchun menimcha shamollab qolgan bo'lsa kerak. Shu tufayli agar qichishayotgan bo'lsa ham, demak ko'zga tegmaslik kerakligi haqida demak shifokorlar ko'rsatma bergani uchun demak ko'zimga tegishi mumkin emas ekan. Bu juda ham noqulay, chunki baribir ham qichishgandan keyin o'zini tiya olmaslik holati bo'lishi mumkin. Shu sababli ham demak mana shunday holatda keltirib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Videoni davomini 2-chi qismda ko'rishingiz mumkin. Negaki videoni yozishda demak videoni o'zini ham hajmi juda ham katta bo'lib ketyapti. Bu hajmdagi videoni albatta YouTube ga joylashda ham ancha ko'p vaqt talab qiladi. Shu sababli ham iltimos qilgan bo'lardim, videolarga like bosib, komment yozib qoldirishingizni, chunki bu bizni ketkazgan mehnatimizni ham bir tomondan qo'llab-quvvatlov bo'ladi va shuncha ketgan vaqtimizga yarasha videolarimizni yanada aktivini oshirib, keyinchalik yana ham videolarni ko'proq chiqarishga turtki bo'lishi mumkin. Albatta, sizga yoqayotganini bilsak va izohlaringizni olsak, bu albatta biz uchun yoqimli bo'ladi. To'g'ri tushunasiz degan umiddaman va bu videoni ko'rish uchun sarflagan vaqtingizga rozi bo'lasiz va 2-chi qismda siz bilan 51 dan 70 gacha bo'lgan savollarni ko'rib chiqishga harakat qilaman. Shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz agar albatta komment hamda like bosib ketishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. 2-chi qismda uchrashguncha.